Assalomu alaykum. Ushbu videoni ko'rib turganlarga, ushbu videomizda bundan oldingi chiqarilgan kannibalizm haqidagi videoni davomi bo'ladi. Va ushbu videoda biza eng oxirgi usulni, ya'ni jo'jalarni tumshug'ini kuydirib qisqartirishni ko'rsatamiz. Mana jo'jani olamiz. Payanlikda sekin kuydiramiz tumshug'ini. Ehtiyotkorlik bilan. Faqat tumshug'ini uch qismini, ya'ni tilini emas, milch qismini emas, faqat uch qismini kuydirib to'mtoq qilib qo'yamiz. Faqat bu narsani qilayotganda o'zingizlar ham juda ham ehtiyot bo'linglar, qo'lingizlarni kuydirib olmaslik uchun. Va yosh bolalar qiladigan narsa emas bu. Chunki odam jo'jaga juda o'ziga shikast yetkazib qo'yishi mumkin. Tumshug'ini kuydirib jo'jalarga bu og'riqli bo'lishi mumkin. O'zi ushlaganinglarni o'zida, bunaqa ish qilayotganinglarni o'zida jo'jaga stress tushadi, bu sog'lig'iga zarar, lekin buni ish qilishga majburmiz. Jo'jalar bir-birini cho'qmasligi uchun. Jo'jaga imkon qadar boshqa tarafdan ziyon yetkazmaslikka harakat qilaman. Tumshug'ini ortiqcha qismini kuydirmaslikka, tili yoki milchiga shikast yetkazmaslikka. Lekin kuydirish menimcha kusachkada kesishdan kuydirish yaxshiroq usul. Sababi kusachkada sal ko'proq kessanglar u yara bo'lib qoladi, ya'ni ochuv qoladi. Bu infeksiya tushirishi mumkin. Shu sababdan ham katta xo'jaliklarda, fermalarda maxsus apparat bor, kuydirib qisqartiradigan. Endi bu apparat menda yo'qligi uchun Xitoydan bunaqa apparat zakaz qilib olib keltirish qimmatga tushishi uchun payanlik zakaz qildim. Bu ishni qilib ko'rishdan oldin YouTube'da shunaqa qilib ko'rgan videolarni ham ko'rdim. Va shundan keyingina o'zimni jo'jalarimda buni sinovdan o'tkazdim. Albatta bu menga umuman havas emas. Bu eng oxirgi chora. Sababi hozir aprel oyini o'rtasi bo'lishiga qaramasdan kunduzi ham kechqurun ham kun salqin. Jo'jalarni kengroq, kattaroq uyga ola olmayman. Bruderda turish kerak. Kunduzi hovliga chiqara olmayman. Yomg'ir yog'ishi mumkin. Yoki shamol. Hali 1 oylik bo'lmagan jo'jalarga bu kasallanishiga, hammasidan ayrilishimga olib kelishi mumkin. Shuning uchun shu inda boqishga majburman va jo'jalar bir-birini cho'qib o'ldirmasligi uchun shu usuldan foydalanishga majbur bo'ldim. Cheriklar cho'qib o'ldirgan jo'jani inidan olgan odam meni tushunsa kerak.